Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishning alomatlari. Alloh taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nurg'un xususiyatlarni ato qilgan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam odam bolalarining yo'lboshchisi, payg'ambarlarning tuganchisi va barliq insonlarga Alloh taolo tarafidan avatilgan Allohning elchisidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "Ey Muhammad, aytqinki, ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman." A'rof surasi 158-oyat. Shak shubhasizki, bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oldida o'rindashqa va amalga oshirishga tegishli nurg'un majburiyatlarimiz bor. Shunga biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xabar berganlarini tasdiqlashimiz, buyurganlarga itoat qilishimiz, cheklagan va to'sqanlardan yiroq turishimiz kerak. Shuningdek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldida qilishimiz lozim bo'lgan majburiyatlarning biri payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishni e'tiqod va so'z harakatlarimizda amalga oshirishimiz, bu yaxshi ko'rishni o'zimiz, bola-chaqalarimiz va ota-onalarimizni yaxshi ko'rishning oldida qo'yishimizdir. Bu vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Sizlardan har qanday bir kishi meni o'zining ota-onasi, bola-chaqalari va barliq kishilardan ortiq ko'rmagicha haqiqiy mo'min bo'lolmaydi." Hammamizga ma'lumki, kimki biror narsani yaxshi ko'rsa, shu narsani va shu narsaga loyiq bo'lishni ortiq ko'radi. Undaq bo'lmasa, amaliyotda u uni yaxshi ko'rishni da'vo qilib, uni haqiqiy yaxshi ko'rmagan bo'ladi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rguvchida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishning alomatlari namoyon bo'ladi. Ey qarindishim, biz sizga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishni ifodalaydigan alomatlar orasidan tuvandagidek bir qism alomatlarni bayon qilib o'tmoqchimiz. Birinchi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ulgu qilish, sunnatiga chang yepishish, so'z harakatlariga ergashish, buyruqlarga itoat qilish, cheklamalardan yiroq turish, qattiqchilik, osonchilik, ruhliq va ruhsiz vaqtlardami uning adab axloqi bilan zinnatlanish. Buning dalili Qur'on Karim va hadis shariflarda kelgan bo'lib, ulardan tuvandagilarni keltirish bilan kifoyalanamiz. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi." Al-Imron surasi 31-oyat. Va yana mundaq deydi: "Sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir." Ahzab surasi 21-oyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Sizlarning biringlarning nafs xohishi men olib kelgan narsalarga ergashmagicha haqiqiy mo'min bo'lolmaydi." Ikkinchi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'p tilga elish va uni ko'rishga intizor bo'lish. Kimki biror narsani yaxshi ko'rsa, shu narsani ko'p tilga oladigan va uni ko'rishni xohlaydigan bo'lib qoladi. Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq degan: "Kishi mahbubini tilga olgan sari uni qalbiga mahkam jo qilib, yoqimli xuy-odatlari va yaxshi odatlarni ko'z oldiga keltirgan sari mahbubiga bo'lgan muhabbati assillanadi. Uningga bo'lgan ishtiyoqi eshib, bu muhabbat butun qalbini egallaydi." Uchinchi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga loyiq shaklda madhiya o'qish. Bu madhiyalarning eng yaxshisi ulug', buyuk Alloh taoloni madhiyalagan oyatlar va o'zini madhiyalagan hadislardagi so'zlardir. Bularning eng afzali sallallohu alayhi va sallam Alloh uningga rahmat qilsin va amon qilsin deyishdir. Chunki Alloh buningga buyurib va ta'kidlab mundaq degan: "Alloh haqiqatan payg'ambarga rahmat yo'llaydi." Ya'ni payg'ambar alayhisalomga rahmat qiladi, sha'nini ulug' qiladi, darajasini ustun qiladi. Farishtalarmi haqiqatan payg'ambarga mag'firat talab qiladi. Ey mu'minlar, sizlar payg'ambarga durud aytinglar va amonlik tilanglar. Chunki Rasulullohning sizlarning ustunlardagi haqqi cho'ngdir. U sizlarni gumrohlikdan hidoyatga, zulmatdan yo'riqlikka chiqaruvchidir. Ahzab surasi 56-oyat. Bu oyatda musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud aytishga buyurilgan. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Men yenida tilga ilinib, menga durud aytmagan kishi baxildir." To'rtinchi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnati bilan hukm qilishga rozi bo'lish. Alloh taolo mundaq degan: "Ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi da'talashqa seni hukm chiqarishga taklif qilmoqcha, andan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchi bo'lsa-mu g'om yo'qolmoqcha va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi." Nisa surasi 65-oyat. 5.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaxshi ko'rgan oila tobatlarini va muhojir ansarlardan bo'lgan sahobalarni yaxshi ko'rish, ularga qarshi turganlarga qarshi turish, ularni o'ch ko'rgan va ayblagan kishilarni yomon ko'rish, ularni qo'g'dash, ularning to'g'ri yo'lida me'ish va ularning sunnatiga ergashish. 6. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning sunnatini qo'g'dash va mudofaa qilish. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning sunnatini oshqullarning o'zgartishidan, azg'unlarning burmilishidan, nadonlarning xato ta'vil qilishidan qo'g'dab, zindiqlar va haddidan oshqanlarning shubhalariga raddiya berib, ularning yolg'onchiliklarini bayon qilish orqali bo'ladi. 7. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni tilga olganda adablik bo'lish. U zotning faqat ismini tilga olmasdan, balki payg'ambarligi yoki elchiligi bilan sifatlab, Allohning payg'ambari, Allohning elchisi, Rasululloh degandek deyish. Tilga olganda durud o'qish, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud o'qish mustahab bo'lgan o'rinlarda durudni ko'p o'qish qatorliqlar. 8. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatini kishilarga tarqitish, yetkazish va o'gitish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Mendan biror oyat bo'lsa-mu yetkazinglar." Ey qarindishim, bu alomatlarni o'ylanib, ularni amalga oshirishga va tatbiqlashga herisman bo'lgan. Bilginki, yaxshi ko'rish degan aytib qo'ydigan biror naqsha, deklamatsiya qilib qo'yiladigan she'r, yig'izda deb qo'yilsa bo'laveradigan so'zlar emas. Balki u Alloh va Allohning rasuliga itoat qilish, ularning buyruq va ko'rsatmalariga bo'ysunish, amal qilish, ularga chang yepishish va ergashish deganlikdir. Allohdan bizga va qarindoshlarimizga hayotli bo'lsak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga amal qilishimiz uchun yordam berishni so'raymiz. Tarjimada yo'lovchi.